Assalomu alaykum dear students. Ingliz tilini to'g'ri o'rganish podkasti ikkinchi qism. Bugun kayfiyatlar a'lo, chunki ertalabdan bir produktivniy ishlar qildim. O'zimdan o'zim xursand bo'ldim, alhamdulillah. Bugun sizlar bilan gaplashadigan maqsadim sizlar ham shoshib qolma. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bu maqsadga erishish. Birinchi topikda sizlar bilan maqsad to'g'risida gaplashgan edik. Maqsadda farqlab olgan edik, to'g'ri maqsad, noto'g'ri maqsadni. Bugun o'sha maqsadga inshaalloh erishish bir yo'llari to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Tasavvur qilinglar, mana sizlar oldingizga qo'ygan maqsadinglar, bu sizlar borishinglar kerak bo'lgan bir destination. Sizlar borishinglar kerak bo'lgan bir manzil. To'g'rimi? To'g'ri. Endi tasavvur qilinglar, sizlar manzilinglar, bormoqchi bo'lgan manzilinglarni cho'tki bilasizlar. Manzilinglar qarindoshinglarning uyi. Qarindoshinglarning uyiga borayotganda, sizlar misol uchun agar ko'chan transportida yuradigan bo'lsanglar, sizlar cho'tki bilasizlar, qaysi transport o'sha yerga olib borishini. Sizlar cho'tki bilasizlar, ikkita transport bo'ladigan bo'lsa, qaysi transportga chiqib qayerda tushish kerak. U yoqdan qaysi transportga o'tirib, qaysi transport именно o'sha qarindoshinglarning oldidagi ostanovkaga borishgacha bilasizlar. Agar sizlar qarindoshinglarniki o'zingizlarni bir transportinglarda chiqayotgan bo'lsanglar, o'zingizlarning mashinanglarda, sizlar cho'tki bilasizlar, qaysi payt chiqib ketish kerakligini. Ya'ni qaysi payt chiqib ketsanglar, sizlar probkaga uchramaysizlar. Qaysi yo'ldan yurishinglar kerakligini, qaysi yo'ldan yursa sizlarda chuqur uchraydi, qaysi yo'l tekis yo'l. Qaysi mahalladan kesib chiqsanglar, sizlar tezroq borishinglargacha bilasizlar. Ya'ni sizlarda to'liq ma'lumot bor, aynan shu manzilga yetish bo'yicha. Endi tasavvur qilinglar, manzil bor-u, yo'l yo'q. Deylu, ilgari masalan bir GPSlardan oldin, boshqalardan oldin odamlar shaharlardan shaharlarga borishgani, o'sha payt tasavvur qilinglar, mana yo'lni bilmaydigan odam nima qiladi? Biladiganlardan prosta so'rab boradi. Ya'ni men ketaman, qayerga yuraysiz? O'ngga yur deydi yoki chapga yur deydi. U yoqqa to'g'riga yur deydi. Odam aylanib sarson bo'lib, juda qattiq charchaydi yo'lni bilmaganligini hisobiga. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkinki, sizlar aylanib boshlagan nuqtaga kelib qolishingiz mumkin. Men o'zimda shunaqa bo'lgan. Qayergadir ketyapman peshkom. Tayyor yo'l bor. Tayyor yo'lni bilaman. O'sha yerdan erimdimda, nimadir aqlliligim kelib qolib, men mahalladan kesib chiqay deb bitta mahallaning ichida zigzag yo'llarga ketyapman. Men bitta qaylib startvoy nuqtaga kelib qolganman, ishonasizlarmi? Va butun mahallani aylanib chiqqanman-da. Yaxshigina charchaganman, yaxshigina energiya ketkazganman. Demak, bundan xulosa qilamiz o'zimiz uchun. Bizning maqsadimiz biz boradigan yo'l. Biz u maqsadimizga qarab qaysi yo'l bilan yurishni, qanaqa borishni biladigan bo'lsak, biz charchoqsiz, juda ham komfortda borib olsak bo'ladi shu yo'limizga. Yo'lni bilmasak, tabiiyki juda ham qattiq charchaymiz va diskomfortlar juda ham ko'p bo'ladi. Shu analogiyani biz tilimizga qo'yadigan bo'lsak, sizlarda agar o'sha sizlar erishmoqchi bo'lgan maqsadingizga sizlarni olib borishga yordam beradigan bir navigatoringiz bo'lsa, sizlar bemalol borasizlar, navigatorsiz qiynalasizlar. Qiynalish o'sha aytilgandek charchoq ko'rinishida bo'ladi. Charchoqning yomon tomoni shundaki, o'quvchilarda motivatsiya juda ham tushib ketadi. O'quvchilar bitta darajada 3-4 yillab qolib ketadi. Bitta darajadan keyingi darajaga ko'tarilish qiyin bo'lib, yaxshigina sarson bo'lib qolishadi. Endi maqsadimiz aniq. Endi o'sha maqsadga qarab ketayotganimizda bizda yana ikkinchi faktor bor. Bizni qaysi bir transportda ketayotganligimiz. Ya'ni bir xillar bor, boya aytganimdek, menga o'xshab peshkom yuradiganlar bor. Bir xillar bor, velosipedda boradiganlar bor. Bir xillar bor, ko'chan transportida yuradiganlar bor, bir xillar bor, o'zini transportida yuradiganlar bor. Bir xil boylar bor, o'zini vertolyotda bo'ladi, bir xillar bor, samolyotda boradi. Analogiyani tushunamiz. Ya'ni siz qanaqa maqsadingizga qarab qadam bosishingiz, siz o'tirgan bir transportingizga bog'liq. Endi bizi transport deganda bu yerda nazar tutiladigan narsa, bu odamning ingliz tiliga sarflayotgan vaqti nazar tutiladi. Ya'ni ba'zi bir o'quvchilar kuniga 1 soatdan shug'ullanadi va nimagadir 6 oyda yaxshi natija bo'lmayapti deydi. Bir xillar bor, kuniga 8 soat shug'ullanadi-da, bir xil 1 yilda ko'rmagan natijasiga erishib qo'yadi. Ko'rasizlarmi? Ingliz tiliga qancha vaqt sarflashinglar, bu sizlarning transportinglar. Endi maqsadga qarab yetaklovchi yo'lni bizga navigator ko'rsatadi. Navigator bizning holatimizda bu o'qituvchi, bu ustozlar. Ba'zi bir o'quvchilar ustozlarsiz self study'ni o'zini qilaman deydi. Kelinglar shu holatda self study bilan o'qituvchini farqini cho'tki bilib olaylik. Self study o'zi nima? Self study bu odam ingliz tilini o'zi uchun hech qanaqa bir professional bir imtihonga tayinlamayman. Ingliz tili to'g'risida nimadir bir tushuncham bo'lsa, ertaga farzandlarim mendan nimadir so'raganda yoki oshog'inim bilan gaplashganda nimadir bir dunyo qarashim bo'lsin deydigan tushunchadagi odamlar uchun self study degan narsa bor. Bunaqa holatda siz o'zingizdan ortiqcha narsa kutmaysiz. Self study qilayotganda men ertaga borib IELTSdan yorib olaman yoki bundan bir kimdir bilan speaking imtihonidan o'tayotganimda, TOEFL imtihon topshirayotganimda yoki intervyu topshirayotganimda xatosi zo'r gapiraman deydigan narsani odam kutish kerak emas. Yo'q, bu ahmoqgarchilik bo'ladi.
siz zo'r imtihonga tayyorlanyapsizmi, zo'r tayyorgarchilik ko'rishingiz kerak. Zo'r imtihon deganda o'sha qiyin imtihonlarni, IELTS'larni, TOEFL'larni, SEFL balobattalarni nazarda tutolmang. Tushunasizlar? O'qituvchisiz bunaqa holatda iloji yo'q. Lekin bir xil holatda o'quvchilar aytishadiki, ustoz deyshadi, self-study qilib turib natijaga erishgan bolalar ham bor-ku deyshadi. To'g'ri bor, lekin ularning background qanaqaligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q-da, guys. Bitta odamga oddiy yilda ishlab qolgan narsa hammaga bir xilda ishlaydi degani emas. U odam ingliz tilini bog'cha paytida o'rgangandir, balki sizlar u to'g'risida xabaringiz yo'qdir. Balki u odam hamma 2 marta eshitib tushunadigan narsani u odam 1 marta eshitib tushunib olar. Ya'ni miyasi shunaqa ishlar. Imom Buxoriyni bilamiz, bizda fenomenal memorylari bo'lgan. Bitta aytilgan narsa eslarida qolgan. Lekin biz note taking qilamiz. Aytsak bo'ladi-ku, Buxoriy eslab qolgan, biz ham eslab qolamiz deb. Hammada bir xil prinsip bo'yicha ishlamaydi-da, shu narsani biz bordek qabul qilishimiz kerak. Endi o'qituvchini o'zi nima kerak? O'qituvchini kerakli tomonlaridan bittasi, o'qituvchi bizni yo'lni bosib o'tgan. O'qituvchi qayerda probka borligini, qayerda chuqur borligini yaxshi biladi. O'qituvchi sizlarga o'sha chuqurga kelib yiqilib tushmasligingizni yoki biron bir probkali ko'chaga kirib qolmasligingizni sizlarga yordam beradi. O'qituvchidan sizlar, ya'ni yaxshi navigatordan qayerdadir o'zinglarni bir resurslaringlarni ekonom qilib, ya'ni kimdir vaqtini ekonom qiladi, o'qituvchi bilan cho'zilib ketadi deydi. Kimdir pulini ekonom qiladi, o'sha narsani men o'zim internetdan ham o'rganib olaman deydi. Baribir u effektni bermaydi. Endi yaqinda bizda savol bo'ldiki, o'zimizning yopiq gruppamizda o'quvchimizdan ChatGPT borligida o'qituvchi nimaga kerak, ustoz bo'yicha fikringiz nima degan bir gapni berdilar. Juda ham yaxshi savol. ChatGPT hamma savolingizga javob bera oladi. Lekin siz bitta narsani tushunib yetishingiz kerakki, ChatGPT sizlar bergan savolga javob beradi. O'qituvchi bilan buni farqi nimada? Ingliz tilida mana shunaqa narsa borki, siz deylik, misol uchun agar speakingdan qiynalayotgan bo'lsangiz, siz ChatGPT ga yozasiz. Men speakingdan qiynalyapman, speakingni rivojlantirish uchun menga bir maslahatlar berdikin desangiz, u sizga zo'r maslahatlar beradi. Lekin o'qituvchi siz bundoq qaraydida, speaking bilan qiynalayotganingizni ko'rib, "Sen ko'proq writing qilgin" deydi. Yoki "Seni listeninging yaxshi emas, shuning uchun speakingga chiqmayapti" deydi. Ya'ni ingliz tilida ma'lum bir o'quvchilar uchraydigan ma'lum bir muammolarni yechimi bir xil emas-da hamma uchun. Hammaga individual approach bo'ladi. Nimaga odamlar individualni shug'ullanadi? Chunki hammaning holati har xil, hammaning keysi har xil. Bir xil zo'r so'z yodlaydi-da, lekin o'sha yodlangan so'zini ishlata olmaydi. Bir xil umuman grammatikani ham bilmaydi, so'zlarni ham bilmaydi, lekin biladigan so'zini o'zini zo'r ishlatib, achak-achak qilib bo'lsa ham fikrini zo'r qilib yetkazib beradi. Odam individuallik har bittamiz biz alohida individimiz, alohida bir shaxsmiz-da. Aynan shunaqa holatda ham bizga o'qituvchi kerak bo'ladi. Keyin o'qituvchini yana bitta ustun tomoni, o'qituvchi sizni holatingiz bilan ishlashidan tashqari, o'qituvchi sizga yaxshigina bir turtki beradi. Turtki deganda men rostmana turtkini nazarda tutolman, hechchimni nazarda tutolman. Hech qaysi ChatGPT sizga turib sizni motivatsiyangiz bo'lmaganda, siz eringan paytingiz davay demaydi. O'qituvchi dars qilgisi kelmasa ham bitta hechchimi bilan uradi-da, sizni yo'q bir motivatsiyangizni ham yo'qotib yuboradi. Ana o'qituvchi nimaga kerak? O'qituvchini o'rnini nima deydi, tasavvur qila olmayman-da bu narsaga. Self studyning kursi qanaqa bir zo'r bo'lmasa, mana bizning o'zimiz ham misol uchun self study gruppamizda bor-da, self study biz kurs sotamiz-da bizning o'zimiz ham. Lekin baribir biz o'zimizni zo'r qilib ishlashga harakat qilganimizda ham, o'quvchi uchratadigan har bitta savolga javob berishga harakat qilganimizda ham baribir o'qituvchining o'rnini bermaydi u narsa. Shu narsani sizlar tushunib yetishingiz kerak. Xo'p, note takinglarda yana nima bor ekan? ChatGPTni gapirdim va vроде shu. O'rtoqlar, vроде shu. Maqsadga erishish yo'li bu navigator aytgandek o'qituvchi, navigator yaxshisi bor, yomoni bor, xitoyiki bor, nemetski yaxshi zo'rlari bor. O'qituvchilar ham xuddi shunaqa. Yaxshi o'qituvchi, yomon o'qituvchi, kompetentni o'qituvchi, nekompetentni o'qituvchi, faqat tirikchilik qilish uchun teaching qilayotganlar bor. Shu bular to'g'risida ham inshaalloh kelasi podkastlarimizda gaplashib, shu mavzuni ham ko'rib chiqamiz. Podkast bo'yicha fikrlar, iltimos kommentariyda qoldiringlar. Like, o'rtoqlarga share and take care.